Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bugun Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 24-sessiyasini o'tkazish uchun yig'ilib turibmiz. Sessiya ishimiz ijtimoiy tarmoqlarda jonli tarzda yozib borilmoqda. Sessiya ishida xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari hamda kun tartibidagi masalalarga aloqador korxona, muassasa, tashkilotlar rahbarlari ishtirok etmoqda. Sessiyamizda xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatdan 21 nafar ishtirok etmoqda. Sessiya ishimizni boshlash uchun kvorum yetarli. Bugungi sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti, boshqa takliflar yo'qmi? Bo'lmasa sessiyani ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 24-sessiyasini ochiq deb e'lon qildi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 4-Ko'chki saylov okrugidan deputat Turdiqulov Komiljon Shaymurovichni sessiya kotibligiga saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Takliflar bo'lmasa, Komiljon Shaymurovich sessiya kotibligiga saylansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q, tasdiqlandi. 4-Ko'chki saylov okrugidan deputat Turdiqulov Komiljon Shaymurovich sessiya kotibi etib saylandi. Shu yerda o'tkazaverasizmi? Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyasi tarkibi sizlarga tarqatilgan. Tarkib bo'yicha qo'shimcha yo takliflar bormi? Bo'lmasa, sanoq komissiyasi a'zoligida nomzodlar tarkib bo'yicha
boshqa takliflar bo'lmaydigan bo'lsa ovoz berishlaringizni tasdiqlashlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sanoq komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibini kelishib olishimiz kerak. Sessiyaning kun tartibi loyihasi sizlarga tarqatilgan. Kun tartibidagi masalalar bo'yicha qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa kun tartibini qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiyaning ishini ko'rib chiqishda ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, muhokama so'zlari uchun 3 daqiqagacha, savollar va takliflar uchun 3 daqiqagacha vaqt ajratiladi. Reglamentga albatta rioya qilishlaringizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Sessiya kun tartibidagi birinchi va ikkinchi masalalar tumanda kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, omillarni bartaraf etish yuzasidan 2026-yilning birinchi yarim yilligi davomida ko'rilgan choralar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2025-yil 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy Kengashi majlisida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlardan kelib chiqib, tumanda jinoyatchilikni oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurashish yuzasidan olib borilgan ishlar to'g'risida kun tartibidagi masala bo'yicha so'z tuman prokurori, adliya maslahatchisi Berdimurodov Baxtiyor Toshboyevichga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli nashr etuvchi, hurmatli deputatlar. Hammamizga ma'lumki, o'sha jamiyat taraqqiyoti, jamiyatda, davlatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar xalq farovonligi, aholining yaxshi turmush sharoitini ta'minlash bevosita o'sha hududdagi, jamiyatdagi, davlatdagi jinoyatchilik ahvoliga, hududdagi buzarliklar, kriminogen vaziyatga bevosita bog'liq. Shundan kelib chiqqan holda Nurobod tumanida ham murosa qiluvchi organlar, mahalliy hokimlik va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda buzarliklarning barvaqt oldini olish, jinoyatchilikka chek qo'yish bo'yicha tizimli ishlar doimiy ravishda amalga oshirib borilmoqda. Statistik ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsam, joriy yilning birinchi yarmida 79 ta jinoyat qayd etildi tumanimizda. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan kamayishga erishildi, lekin bitta jinoyat ham biz uchun bu maqtanadigan raqam emas. Shuning uchun salbiy statistik ma'lumotlarga to'xtalaman. Ya'ni shu qayd etilgan 79 ta jinoyatdan 28 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar toifasiga kiradi. Shuningdek 15 ta mahallada ushbu jinoyatlar qayd etildi. Muhofaza qiluvchi organlarning o'zining tashabbusi bilan 29 ta aniqlanadigan jinoyatlar fosh etildi. Va bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib turgan axborot texnologiyalari orqali 22 ta jinoyat sodir etilishiga ming afsuski yo'l qo'yildi. Tumanimizdagi 37 ta mahalladan mana shu oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning 9 tasida jinoyat qayd etildi. 28 ta mahalla fuqarolar yig'in hududda shu oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilmadi. 8 ta tumanimizdagi mahalla sariq toifaga kiritilgan. Bular o'sha madaniyat, nurli hayot, Termiziy, Yangi diyor, Yangi hayot, Yangi yer, Bog'iyran, Do'va mahallalar. Bularda o'sha oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar, xususan o'g'irlik, og'ir tan jarohati yetkazish kabi jinoyatlar qayd qilingan va bitta o'sha Mehnatobod mahallamiz qizil toifaga kiritilgan 3 ta jinoyat qayd etilgan birinchi yarim yillikda. Jinoyatchilikka qarshi kurash va uning barvaqt oldini olish yo'nalishidagi ishlarning ahvoli doimiy
yaxshilanib borishiga qaramasdan ayrim kamchiliklar ham qayd etilgan, xususan misol uchun o'g'rilik jinoyati o'tgan yilga nisbatan 7taga yoki 233%ga oshgan. Og'ir tan jarohati yetkazish 50%, bitta yoki 50%. Bezorilik jinoyati 2taga yoki 100%ga. O'rtacha og'irlikdagi tan jarohati yetkazish jinoyati 2taga yoki 100%ga. Firibgarlik jinoyati bitta yoki 50%ga oshishiga yo'l qo'yadi. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 5ta qayd qilindi. Ta'kidlashimiz kerak, tumanimiz hududida joriy yilning birinchi yarmida qasddan odam o'ldirish va boshqa bir qator jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Jamoat joylarida sodir etilgan jinoyatlar 2taga yoki 200%ga, ko'chalarda 2ta yoki 200%ga oshdi. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bittaga 4ta qayd etildi. O'tgan yilning shu davrda 3ta bo'lgan, 33%ga oshgan bo'lsa, ayollar jinoyatchiligi va yoshlar jinoyatchiligi kamayishi kuzatildi. Endi eng og'riqli masalamiz tumanda o'g'rilik jinoyati 7taga keskin ravishda oshgan bo'lsa, shundan 4tasi bugungi kunga qadar fosh etilmasdan qolmoqda. Albatta bu jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha barcha idora muassasalar, xususan mahalla yetkazilgan keng jamoatchilik bilan ko'plab tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan mana 44 marotaba o'quv seminar mashg'ulotlari tashkil etilgan. Yaratilgan tizim asosida profilaktika inspektorlari tomonidan mahallalarning o'rganilib, jinoyat va huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan yoki huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 5728 nafar shaxslarga xulosalar berilib, shundan 4000 nafarga yaqin bo'yicha tegishli muassasa idora vakillari tomonidan qo'shma xulosalar shakllantirilgan. Aholining huquqiy o'yin, huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida 400 dan ortiq targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Maktablarda davomat, o'quvchi, o'smir tadbirlari doirasida 16 nafar o'quvchilarning muntazam darslarga qatnashmayotganligi aniqlanib, ularning 14 nafari dars mashg'ulotlariga jalb etildi. Kutilmagan vaziyatda og'ir mahallalarda yashovchi ijtimoiy ko'makka muhtoj 74 nafar xotin-qizlarning muammolari hal etildi. 21 nafarning salomatligini tiklash choralari ko'rildi. 205 nafar ishsizlarning bandligi ta'minlandi. Tashkiliy chora-tadbirlar bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilgan. Mahallalardagi aholi gavjum joylar, ko'chalar, asosiy kirish-chiqish joylariga 18 ta video kamera, 10 ta yuzni tanib oluvchi, 10 ta kameralari, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylari, ochiq sport maydonlarida 20 ta OTZ kameralari, ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari oldiga 4 ta tashxis tugmalari, 8 ta domofon komplekslari o'rnatildi. Ichki ishlar bo'limi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan 380 ta obyektlar texnik qo'riqlovga olindi. Hamda mahallalarning ko'cha va yo'laklari 410 ta tungi yoritish vositalari bilan ta'minlandi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishda kamchilikka yo'l qo'yilgan bir qator xususan o'sha ichki ishlar va boshqa mahalla yetkaziligi mas'ul xodimlarning intizomiy javobgarlik masalasi doimiy ravishda hal etib borilmoqda. Shuningdek, har bir sodir etilgan jinoyat oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat o'sha prokuratura, ichki ishlar organlari va boshqa mas'ul idora vakillari ishtirokida doimiy ravishda tanqidiy muhokama etib borilmoqda. Endi mana shu sodir etilgan jinoyatlarni 79 ta jinoyatdan 28 tasini oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat deb olayotgan bo'lsak, hurmatli deputatlar, hurmatli raislik etuvchi, buni biz bittalab tahlil qilganimizda bunday masalada bir muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan bugun Buxoro tumanida juda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mana shu jinoyatlar qabul qilganimizda bitta narsa ayon bo'ladiki, hech bir jinoyat bir davlatimiz tomonidan yoki bir jamiyatimiz tomonidan yo'l qo'yilgan xato kamchilik natijasida kelib chiqqan deb aytishimizga hech qanday asos yo'q. Hammasi o'sha deylik oilaviy nizo, er xotin o'rtasidagi hujjatlar yoki o'sha futbol stadionidagi ikkita tengqur yigitlar bir-biri bilan urushib ketishi
arzimagan o'sha sport musobaqasi davomida yoki bo'lmasa mana shu o'g'irlik jinoyati qayd qilingan o'g'irlik jinoyatlarini tahlil qilganimizda ham o'sha mana shu jinoyatga qo'l urgan yigitlar bilan suhbatlashganimizda ham bir narsa ayon bo'lyaptiki, hammasini oilaviy sharoiti yaxshi. Misol uchun ota-onasi, oila a'zolari bir ish bilan ta'minlangan, doimiy daromad manbaiga ega. Bu jinoyatga qo'l urgan o'sha yosh yigitlar ortiqcha bir havasga berilib, bittasi misol uchun aytaman, bir yaxshi ko'rgan qiziga bir qimmatbaho telefon olib ber degan ekan, yaxshi ko'rgan qizi, qarang shu yaxshi ko'rgan uchrashib yuradigan qiziga shu telefonni olib beraman deb ikkita fuqaroni uyidan qo'y o'g'irlashga qo'l urdik. Yana arzimagan sababda bizlar endi shundan kelib chiqib, mana tahlillarimizni qilib oldik. O'sha ayniqsa uyushmagan yoshlar, mana maktabni o'smir bitiruvchilari, 10-11-sinf qiziqqon bo'ladi. Ishsiz, uyushmagan ishsiz yoshlar, oilaviy nizosi bor. Hozir mana tumanimizdagi o'sha nizoli oilalar, nizoli fuqarolarni ham diagnoz ro'yxatini shakllantirdik. Bir 100 ga yaqin tegishli komissiyalar tuzmoqchimiz. Tegishli mas'ul idoralar bilan ularni ham hammasini oldimizda turgan avgust oyida birma-bir uyiga borib, uchrashib, yarashtirish. Misol uchun er-xotin bo'ladimi, qo'ni-qo'shni bo'ladimi? Hammasini ro'yxatini qildik. Nima masalada nizo borligini aniqladik. O'sha fuqarolar tomonidan 100 ga yaqin fuqarolar tomonidan mana ichki ishlar organlariga ham tinimsiz murojaatlar bo'lyapti. Tuman hokimiga ham, tuman prokuraturasiga. Ularning hammasini tegishli mas'ul shaxslar bilan birga borib joyida hal qilish choralarini ko'rmoqchimiz. Endi lekin keng jamoatchilikdan ham bitta yordam bo'ladi. Bu jinoyatchilik zararlarni oldini olish faqatgina o'sha murosa qiluvchi organlarning vazifasi emas, butun bir jamiyatni oldida turgan dolzarb masala bo'lishi kerak. Bu nimaga? Bu o'sha oilada, mahallada, ta'lim dargohida bevosita o'sha berilayotgan o'sib kelayotgan farzandlarimizga ta'lim, tarbiya, oiladagi muhit, mahalladagi sog'lom turmush tarzi, o'zaro insonlar o'rtasidagi munosabatlarga ham bevosita bog'liq. Shuning uchun keng jamoatchilik ham shu masalalar bilan jiddiy shug'ullanishi, albatta bu yurtimizda, xususan tumanimizda amalga oshirilayotgan mana shunday bir obodliklarni yana ham bir ko'rkam bo'lishiga o'zini hissasini qo'shadi. Oddiy mana bitta statistika o'taman sizlarga. Mana shu 6 oyda tumanimiz hududida 9 ta yo'l transport hodisasi qayd qilingan bo'lsa, 6 nafar fuqarolar halok bo'lgan. Ikkitasida voyaga yetmagan bolalar tomonidan shu transport vositasini boshqarish holatiga yo'l qo'yilgan. Jami tumanimizda 6 oyda birgina mana shu transport vositasini boshqarish bilan bog'liq 5513 ta turli xildagi zararlar aniqlangan. Bular misol uchun mast holda transport vositasini boshqarish 37 ta holatda, odam tashish qoidasini buzish 285 ta, quvib o'tish qoidasini buzish, yonaylarni usulini o'zgartirish, telefondan foydalanish kabi zararlar sodir etilgan. Bu albatta bevosita o'sha jamiyatimizda fuqarolarimiz bilan o'sha huquqiy madaniyat, huquqiy sovuqxonligini oshirib borishimizni ham taqozo etadi. Shuning uchun ruxsat bersalaringiz, bizlar kelgusi 2-yarim yillikda amalga oshiriladigan ishlarimizni, chora-tadbirlarimizni belgilab olganmiz. Qat'iy ishlarni rejalashtirganmiz. Xudo xolasa yakunigacha shu jinoyatchilikni yana ham juda keskin ravishda kamaytirish, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar bilan birma-bir uchrashib, birma-bir gaplashib, muammosini hal qilib, tumanimizda shu kriminal vaziyat barqarorligiga erishish uchun bor imkoniyatimizni ishga solamiz. Birinchi masala bo'yicha ma'ruza tamom. Agar bunda savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Mana hozir eshitdilaringiz, hurmatli deputatlar, hurmatli qatnashchilar. Mana shu tumanimizdagi jinoyatchilikni oldini olish, unga qarshi kurashish, oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyatlarni mana shu keng jamoatchilik bilan birgalikda hamkorlikda ishlash
tizimini yanada bir mukammallashtirishimiz kerak. Chunki mana hozir aytayotganingizdek, yo'l transport hodisalari juda ko'p uchraganman mana shu 6 oy davomida. Bugungi viloyat sessiyasida qatnashganimizda ham shu viloyat ichki ishlar boshqarmasi GAI xodimlari suhbatini eshitganda ham o'sha yerda shu takliflar berildi. Ko'proq mana shu yo'l belgilariga e'tibor berish kerak. Qaysi hududlarda yo'l belgilari bor, ba'zilarida yo'l chiziqlar o'chib ketgan, piyodalar o'tayotgan joyda shu yerda ko'p hodisalar bo'lgan. Mana hozirgi kunda tumanimizda yo'l qurilish ishlari juda ko'p joy, deyarli bir 70-80% joyda davom etyapti. O'sha hududlarga sal e'tibor bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, GAI xodimlarini ham shunday ko'proq jalb qilish kerak. Mana hozir birinchi masala bo'yicha ma'ruzani eshitdik. Baxtiyor Toshboyev shekilda qanday savollar bor? Rahmat. Assalomu alaykum. Bunun işi yangi saylovlarga o'tkazilgan deputatlarga tumandagi korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlarini ochiqlikni ta'minlash hamda masalalar bo'yicha doimiy komissiya raisi. Mana axborotingizda jamoat joylarda, ko'chalarda jinoyatchilik 200% ga oshganligi. Mana o'zingiz ma'ruzangizda ham aytdingiz, 18 ta video kamera, 10 ta ta'min qiluvchi 10 ta video kameralari o'rnatilishiga qaramasdan jinoyatchilik nima sababdan oshgan va shu kameralardan foydalanib jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha qanday nazorat ishlari yo'lga qo'yilgan shular haqida. Endi ma'ruzoda qayd etildi hamma statistik ma'lumotlar. Albatta bu kameralashtirishda bitta yaxshi tomoni bor. Endi sizlarga men to'g'risini aytaman, u ko'proq jinoyatchilikning oldini olishga emas, jinoyat sodir etilgan jinoyatni fosh etishda juda katta ahamiyatga ega. Shuncha kamera qo'yildi, lekin tumanimizda to'liq qamrab olganimiz yo'q. Misol uchun ma'ruzamda ham aytdim, 4 ta o'g'rilik jinoyati fosh etilmasdan ham qoldi. Sabab nimaga? O'sha tumanimiz hududi misol uchun Angor tarafdan, keyin Sherobod tarafdan birgina o'sha darvozadan to chegara mahallagacha Sherobod tumaniga 5 ta o'tib qaytish punktlarimiz bor ekanda, ko'priklarimiz bor ekan. Angor tumani bilan bevosita chegaradosh hududlarimiz bor. Bizlar endi hozir rejalashtirdik, tuman hokimimizga o'sha mahalliy byudjetda ortiqcha bajarilgan qismidan 30 ga yaqin yana tegishli kameralarni olib berish bo'yicha murojaat qilganmiz. Tuman hokimimiz hal qilib berish kerak. Kameralarni ham albatta ko'paytiramiz. To'liq eng birinchi masala shu Sherobod tumani bilan kirish chiqish 5 ta o'tib qaytish ko'priklarini to'liq nazorat o'rnatmoqchimiz. Tez fursatlarda to'liq kameralashtirib foydalanmoqchimiz. Endi mana sizlar ham hamma shu tumanda fuqarosi, hammamiz shu yerda yashaymiz. Aholimizni albatta bu davlatimizdagi tinchlik, xotirjamlik katta ne'mat. Hamma mazza qilib bemalol yashayapti. Mana tuman hokimimiz bilan, tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i bilan g'alla mavsumida, hozir ham mana paxta mavsumida dalalarda ham aylanib, fermerlar yer maydonlarini ham tanish jarayonida bir narsaga guvoh bo'lyapman. Shu katta ochiq fermerni dalasida ham o'sha chorva mollari bemalol yuribdi. Hech kim qarayotgan yo'q. Bizlar lekin joyida targ'ibot qilib ketyapmiz. O'zing moliga qarab, bitta odam qo'y. Misol uchun abid payt shartda bitta mashina to'xtab dalani bo'yga. Bitta qo'yni shart orqasiga tashlab ketsa ham hech kim bilmaydi bu yerdan. Tinchligimizga ko'z tegmasin, lekin shuning bilan birga hushyorlikni ham aholini o'zi yo'qotmasligi ham juda katta jinoyatchilikni oldini olishda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Kameralashtirish ishini izchil davom ettiramiz, rejalarimiz bor. Ta'lim muassasalarida, bozorlar, aholi gavjum ko'chalar hammasini to'liq hali qamrab olganimiz yo'q, lekin mana shu 3-chorakda to'liq plan qilganmiz, to'liq qamrab olamiz mana shu joylarni, jamoat joylarini. Yana savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Tanlashgan saylov o'rtalig'idan Kengay Muhammadov.
Savolimizni yuqorida ham aytib o'tdingiz. O'sha jinoyatchilik ko'payganligi, uni takrorlamoqchi emasman. O'sha prokuratura tomonidan o'sha salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha ma'lum bir vaqtga, masalan 3 oyga yoki bir chorakka mo'ljallangan aniq chora-tadbir rejalar bormi? Band-band ijrosi ta'minlansa, ertaga keyingi sessiyalarda shu haqida hisobot bera olasizmi? Endi hurmatli deputatimizga javobim shunday. Biz endi prokuratura organlarida umuman o'zi jinoyatchilikda oldindan bir reja ishlab chiqish qanchalik to'g'ri degan savol borda. Endi jinoyatchilik shunday narsaki, xotirjam bir oy davomida ham bironta jinoyat qayd etilmay bemalol ish ketishi mumkin. Yoki to'satdan ketma-ket bir kunda o'zida 2-3 ta holatdan qayd qilinishi mumkin. Endi bizni vakolatlarimiz O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida, prokuratura to'g'risidagi qonunlarda belgilangan, misol uchun jinoyatchilik bo'yicha dastlabki tergovni o'tkazish vakolatimiz, o'sha ichki ishlar organlari ustidan nazorat funksiyamiz, jinoyat sodir etib jazo o'tayotgan shaxslarni xatti-harakati ustidan o'rnatilgan chora-tadbirlarni nazorat qilish funksiyalarimiz bor. Biz endi aniq belgilangan reja tuzmaymiz, lekin o'sha qonundan, konstitutsiyadan, qonundan kelib chiqib, har bir holat bo'yicha individual ish olib boramiz. Ochilmagan jinoyatlar bo'yicha Ochilmagan jinoyatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksida qanday tergov, izlov, tezkor qidiruv tadbirlarini olib borish kerakligi qayd etilgan. Bizlar endi har oyda har bitta fosh etilmagan jinoyat ishini ichki ishlar organidan jinoyat ishini ham va jinoyat fosh etishga qaratilgan tezkor izlov yig'majildi yuritiladi ichki ishlar organlarida. O'shalarni o'rganib, tegishli ko'rsatmalar berib boramiz. Misol uchun fosh etish uchun jinoyatni mana shu tadbirda o'tkazmagansan, mana bu tergov harakatini qilmagansan, buni qilish kerak, buni qilish kerak deb ko'rsatma berib boramiz. Har oyda fosh etilmagan har bir jinoyat ishi bo'yicha har oyda bu bevosita qonunchiligimizda belgilangan. Yana savollar bormi? O'qib eshitdingiz. Ichki ishlar organlari qonunchilik ijrosi ustidan nazorat sohasida 12 ta tekshirishlar o'tkazilganligi va o'sha o'tkazilgan tekshirishlar natijasida 174 ta qonun buzilishi holati aniqlanganligini aytib o'tdingiz. Albatta bu qonun buzilish holatlari qaysi yo'nalishlarda hamda o'sha qonun buzilishlarni oldini olish bo'yicha kelajakda yana takrorlanmasligi bo'yicha qanday chora-tadbirlar belgilab tegishli choralar ko'riladingiz. Endi mana hammalaringiz xabarlaringiz bor. Tumanda jamoat tartibini saqlash bo'yicha asosan o'sha ichki ishlar organlari keng faoliyat olib boradi. Ichki ishlar organlari, misol uchun 37 ta mahallamiz bo'ladigan bo'lsa, bir kunda shu ichki ishlar organiga o'rtacha 40 tadan ariza xabarlar kelib tushmoqda. Bugungi kunda, bir kunda. Shu ariza xabarlar bo'yicha ichki ishlar organlari surishtiruv, tergovga qadar tekshiruv ishlarini olib boradi. Prokuratura organlari tomonidan biz buni bevosita tegishlicha nazorat qilib boramiz, yo'naltirib boramiz. O'sha o'rganishlarimiz davomida aniqlangan bu 174 ta qonun buzish holatlari qanday, endi misol uchun surishtiruv, ba'zida surishtiruv muddatlari buziladi yoki bo'lmasa o'sha buzarlik sodir etgan shaxsni xatti-harakati o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda moddalaridan to'liq qamrab olinmay qolishi mumkin. Tegishli o'sha ishga aloqador shaxslar jalb etilmagan bo'lishi mumkin surishtiruv harakatlariga. Asossiz ravishda muddat uzaytirish holatlariga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlar kuzatiladi yoki bo'lmasa ma'muriy jarima qo'llashda ortiqcha qo'llanib qolgan bo'lishi mumkin. Shunday holatlar aniqlangan, bu bo'yicha mana o'zingiz ham aytdingiz, tegishli xodimlar javobgarlik masalasini ham hal qilganmiz.
Bundan tashqari o'sha misol uchun ichki ishlar organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilingan materiallar ham bizda doimiy ravishda o'rganib boriladi. 10 dan ortig'i bo'yicha o'sha qarorlarni ham bekor qilib jinoyat ishi qo'zg'atganmiz. Endi buni biz to'g'risini aytishim kerak, ichki ishlar organlari nafaqat payqab turadi, mahalliy hokimiyat hammasini hamkorlikda o'sha tumanda buzarliklarni oldini olish bo'yicha keng hajmda ishni amalga oshirmoqda. Biz endi buni ham nazorat qilamiz, ham o'sha tegishli yo'nalish berib, ularning faoliyatini ham to'g'ri yo'naltirib turish choralarini ko'rib boramiz. Maqsadimiz faqat bitta, shu tumanimizda jinoyatchilik buzarliklarining oldini olish, amalga oshirilayotgan ijobiy islohotlardan xalqimiz to'liq bahramand bo'lishini ta'minlash. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, kun tartibida birinchi masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha qo'shimcha o'zgartirishlar yo'qmi? Bo'lmasa qo'l ko'tarib tasdiq berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Ikkinchi masalaga o'tishimiz. Tartibdagi ikkinchi masalaga o'tsam, tuman prokuraturasi tomonidan tumanda korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish, jumladan maishiy korrupsiyaga barham berish, korrupsiya holatlariga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lish muhitini shakllantirish bo'yicha 2025-yilning 14-may kuni o'sha tasdiqlangan Respublika yo'l xaritasi ijrosi qat'iy nazoratga olingan. Mazkur yo'l xaritada belgilangan chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash bo'yicha joriy yilning birinchi yarmida prokuratura organlari tomonidan o'sha bir qator tadbirlar, bunlardan targ'ibot tadbirlari 120 ta, adliya bo'limi tomonidan 522 marotaba, ichki ishlar organlari tomonidan 300 dan ortiq targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Joriy yilning 4-mart kuni tuman prokuraturasi tashabbusi bilan yoshlar o'rtasida biz korrupsiyaga va jinoyatchilikka qarshi shiori ostida tadbir o'tkazilib, 150 nafar yoshlar qamrab olingan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali 500 dan ortiq materiallar joylashtirilib, aholimizda huquqiy savodxonligini yanada yaxshilash, korrupsiya holatlariga uchrab qolmasligi bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Shuningdek, bir qator blogerlik faoliyatini olib boradigan fuqarolarning hamkorligida ham targ'ibot tadbirlari o'tkazib borilmoqda. Firibgarlikka aldanmang, korrupsiyaga yo'l qo'ymang shiorlari ostida tayyorlangan o'sha bannerlarimiz tumanimizda kirish, chiqish joylariga, aholi gavjum joylarga, fuqarolarga ko'rinadigan nuqtalarga osib qo'yilgan. Aholini ish bilan ta'minlashdagi maishiy korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha mana xabarlaringiz bor, soha to'liq raqamlashtirilib, hozirda o'sha vakansiya.uz saytiga kirsangiz, tumanda qaysi tashkilotda nechta vakansiya joy bor, uni talablari to'liq, hamma o'zini uyidan turib shu vakansiya haqidagi ma'lumotlarni ham olish sharoiti yaratilgan. Shuningdek, mana tibbiyot muassasalarini ham korrupsion holatlar va aholi noroziligiga sabab bo'ladigan holatlarni aniqlash maqsadida shifokorlar, hamshira, bemorlar o'rtasida anonim so'rovnomalar ham o'tkazib borilmoqda. Endi bu yo'nalishda ham mulohaza qiluvchi organlar, mahalliy hokimiyat, mas'ul vazirlik idoralari, bevosita sizlarni hurmatli deputatlarimizni ham joylarda amalga oshirayotgan ishlar hammamiz xabardormiz. Ko'p ishlar amalga oshirilyapti, lekin shunga qaramasdan shu korrupsiya yo'nalishida ham mana joriy yilning 6 oyida 10 nafar shaxslar tomonidan mana shunday korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Endi bu qanday jinoyat? 10 ta jinoyatdan asosan o'sha firibgarlik deymiz. Ya'ni o'sha fuqaro o'zini vakolatiga taalluqli bo'lmagan masala bo'yicha boshqa bir fuqaroga aldab, uni ishonchiga kirib, seni mana shu masalani men hal qilib beraman, tanishim bor mening shu masalani hal qiladigan yuqorida deb aytib, uni pulini yo moddiy qimmatliklarini olish jinoyatlari qayd qilingan. Misol uchun ismlarini to'xtalib o'tmayman, mana o'zlaringizdan xabarlaringiz bor, bilasizlar ko'pchiligingiz yer
sotish. Misol uchun yer bu davlat mulki, umummilliy g'oya. Yerni sotish vakolati hech kimda yo'q. Faqatgina o'sha hokimiyat zaxirasidagi yerlar auksion savdolari orqali sotilishi mumkin. Lekin shunday holatlar uchrayaptiki, o'sha deylik fermer xo'jaligi mas'ul xodimi bo'ladimi yo boshqa bir fuqaro bo'ladimi, boshqa fuqarolarga shu yerda senga kadastrda ishlaydigan tanishing bor yo hokimiyatda ishlaydigan tanishing bor, hujjatini rasmiylashtirib beraman deb pul olgan holatlari bor. Yoki bo'lmasa ishga kiritib qo'yishni va'da qilib pul olib tadbirda ushlangan holatlar bor. Mana shunday 10 ta jinoyat qayd qilingan tumanimizda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29-noyabrdagi 27-sonli farmoni qabul qilingan. Bu farmon bilan jamoat xavfsizligi konsepsiyasi tasdiqlangan. Aholi osoyishtaligiini ta'minlash bo'yicha 10 ta davlat idoralarining aniq vazifalari, xavfsizligi, xavf-xatar tahdidlarga barham berish bo'yicha ishlash mexanizmlari ko'rsatib o'tilgan. Endi bu korrupsiya jinoyatlarni oldini olish bo'yicha o'sha prokuratura organlari bilan birga mana ichki ishlar organlari, Adliya vazirligi, bandlikka ko'maklashish, sog'liqni saqlash, ta'lim vazirligi hammasining o'zini vazifalari belgilab o'tilgan. Endi fursatdan foydalanib buni ham aytishim kerakki, bu korrupsion jinoyatlarni oldini olishda bevosita fuqarolarni hushyorligi, fuqarolarni ogohligi ko'p ahamiyatga ega. Deylik o'sha hamma bilish kerakki, yerda hech kim hujjatini noqonuniy qilib bera olmaydi. Noqonuniy qilingan narsa bir kun chiqadi. Yer olmoqchi bo'lgan odam auksion savdolari orqali qonuniy ravishda olish kerak. Ishga kirish masalasida ham hech kim qonundan ustun emas. Ishga shunday kiritib qo'ya olmaydi. Uni ham o'sha vakansiya joylarida bilib, o'zi hujjat topshirib, o'sha Argos tizimi orqali tanlovdan o'tib ishga kirish kerak. Endi biz nima qilamiz? Shuni aylanib o'tishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasa tumanimizda yana bitta holat qayd qilingan, mana haydovchilik guvohnomasini bitta fuqaro aytgan, ichki ishlar organlarida tanishim bor, haydovchilik guvohnomasini senga olib beradi deb pul olayotganda tadbirda ushlangan. Endi o'sha fuqaromizni bilish kerakki, mana hammalaringiz bilasizlar, haydovchilik guvohnomasini olish ham tegishlicha o'sha oldin o'qish kerak, keyin malaka imtihonlarini topshirish kerak, Termizga borib o'sha malaka imtihonlaridan o'tsagina haydovchilik guvohnomasini olishi mumkin. Buni o'rtasiga hech kim tushib olib bera olmaydi. Shuning uchun bu korrupsiyaviy holatlarga ham qat'iy kurash olib boramiz, kelgusida ham va shu o'rinda barcha mana hurmatli deputatlarimizdan va boshqa mana vazirlik quyuq tizimida ishlovchi xodimlar mana o'tiribdi, ulardan ham iltimos qilib qolamiz. Bu jarayonda bizga yaqindan ko'makchi bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Ikkinchi masala bo'yicha ma'lum qilib, savollaringiz bo'lsa. Marhamat, ikkinchi masala bo'yicha kimda taklif savollar bo'lsa? Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, marhamat o'qishinglar. Bu tartibda ikkinchi masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqamiz. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha kimda qanday o'zgarishlar yoki bo'lmasa takliflar bormi? Bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bu tartibdagi 3-masala tumanda huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risida, shuningdek jamoat xavfsizligi to'g'risida 2026-yilning birinchi yarim yilligi davomida amalga oshirilgan ishlar haqida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Badalov G'olib Abdi Malikovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais qiluvchi, hurmatli deputatlar. 2026-yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan xato yuzasidan qisqacha hisobot bermoqchiman. Demak, o'tgan yil davrga nisbatan umumiy jinoyatlarning 52,4%, ya'ni 87 taga kamaygan. Oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar 16,7%ga, 4 taga ko'paygan. Mahallada oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar 14%ga, ya'ni 2 taga
ko'paygan. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar 81,2%, ya'ni 95 kamayishiga erishilgan. Shundan aniqlanadigan jinoyatlar 16%, ya'ni 25-29 o'zimiz aniqlaganmiz. Tuman hududi bosqinchilik, talonchilik, nomusga tegish va transportlarni olib qochish kabi jinoyatlar sodir etishiga yo'l qo'yilmagan. O'g'rilik jinoyati 7 og'ir tan jarohati yetkazish 1 bezorilik 2 o'rta chog'idagi tan jarohati yetkazish 2 firibgarlik jinoyati 1 oshib ketishiga yo'l qo'yildi. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 5 tenglashganini ko'rishimiz mumkin. Qotillik sodir qilinmagan, yo'l transport hodisalari 1 yengil tan jarohati 3 kamayishiga erishildi. Shaxslar jinoyati to'g'risida aytadigan bo'lsam, jami 14 shaxslar tomonidan jinoyat sodir qilingan. Bular shunda 19-14 yoki 26,3% kamayishiga erishilgan. Jamoat joylarida 2 ko'chalarda 2 voyaga yetmaganlar 1 oshib ketishiga yo'l qo'yilgan. Ayollar tomonidan 3 yoshlar tomonidan 1 muqaddam sudlanganlar tomonidan 1 ishlamaydiganlar tomonidan 1 ya'ni 35,5% ga kamaygan holatini ko'rishimiz mumkin. Hurmatli deputatlar, jinoyatlarni mahalla bo'yicha aniqlaydigan bo'lsak, 37 mahalla fuqaro yig'inining 28 umuman jinoyat sodir qilinmadi va yashil holatda turibdi. 8tasiga jinoyat sodir qilingan, lekin barqaror, ya'ni sariq toifaga kiritilgan. Bitta Mehnatobod mahallasi o'sha og'ir turdagi jinoyat sodir qilib, bu kunda qizil toifaga olib ketmoqda. Xavfsiz shahar va xavfsiz hudud konsepsiyasi joriy etilgani, jinoyatchilikni jinoyatlash hamda huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish borasida mahalladagi muammolarni mahallabay, sohabay va oilabay, fuqarobay aniqlab, xavfsiz hovli tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimini yo'lga qo'yilganligi fuqarolarimizda adolat va qonun ustuvorligiga ishonch hissini yanada oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovichning 2021-26 mart kunidagi jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi 61-96 sonli farmonlari 2021-29 noyabr kunidagi O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizlik konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbir to'g'risidagi 27 sonli farmonlari qabul qilingan. Shu farmonlar asosida yangi O'zbekiston barpo etishda ichki ishlar organlariga belgilangan vazifalardan kelib chiqib, tuman hududida jinoyatchilikka qarshi kurashish va jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini yaratish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va fuqarolar manfaatlarini himoya qilish, aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va fuqarolar manfaatlarini himoya qilish, aholining tinch, osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda mahallabay, fuqarobay tizimi asosida ishlarni tashkil etish borasida aniq vazifalar berilgan. Hurmatli deputatlar, maqsadimiz yurtimizda tinchlik va osoyishtalik saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik hamda xalq manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida ishlarni tashkil qilib, muhtaram prezidentimiz va olijanob xalqimizning ishonchini oqlashdan iborat. Axborotim tugadi. Savollar bo'lsa marhamat. Marhamat, hurmatli deputatlar, savollar bormi? Assalomu alaykum, hurmatli boshliq. Birinchi yangi deputat tag'iri. Buni ma'ruzangizda eshitdik. 28 ta yashil toifadagi mahalla, 8 ta sariq toifadagi mahalla va bitta qizil toifadagi mahalla. Ana shu yashil toifadagi mahallalarda osoyishtalikni asrash, sariq toifadagi mahallalarimizni yashil toifaga o'tkazish, ana shu qizil toifadagi mahallamizda profilaktik ishlarni olib borish bo'yicha qanday mavzuda dastur ishlab chiqilgan? Savol uchun rahmat. 8 ta sariq mahallani jinoyat sodir qilib barqaror bo'lgani albatta bizda kunlik naryadlarimiz bor. Kunlik ijtimoiy kriminal vaziyati og'ir bo'lgan hududlarga o'zimni shaxsan kunlik qarorim bilan kuch vositani jalb qilib boramiz. Shuni hisobidan mana bu sariq toifadagi 8 ta saqlanib qolgan, bitta qizil mahalla bo'yicha alohida yo'l xaritasi ishlab chiqqanmiz. Endi ko'pchilik xabari bor. 6 oylab bu mahallaga profilaktika inspektori yo'q edi. Mana hozir profilaktika inspektori qo'ydik.
tajribasi bor, lekin o'zimiz ham shaxsan o'zim shu mahallaga otaliqda o'zim bo'lganman, o'zim kuratorman, ish tashkil qilganmiz. Xudo xohlasa shu oyning yakuni bilan Qizildan chiqaramiz. Sariqo'rga kiritamiz. Chora-tadbirlar belgilab olamiz. Rais, yana bitta taklifim bor. Prokurorimiz ham ma'ruzalarni eshitdik, aytib o'tdi, uni ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Men tumanda mana shu korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat idoralarida ochiqlikni ta'minlash, uy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi bor, 20-yildan beri o'tgan sazifda shu komissiya raisi bo'lib ishlaganman. Bu yutuqlarimiz albatta hech qachon Qiziltepadagi mahalla 3tadan pasaymagan. 3ta doim 3ta taqdim etilgan. Bu bittaga tushishi albatta ishimizga yutug'imiz, faxrlansak arziydi. Hozir yana taqdimotingizni eshitdik. Endi mustaqillik bayramimiz kelyapti. Hammamiz uchun bu bayramni ko'tarinki kayfiyatda juda yaxshi mahallalarda xalqimiz bilan birga kutib olishimiz kerak. Buni bayramgacha tashkillashtirish keyinroq. Shu bayramni o'tkazsa o'quv yili boshlanadi, maktablar ochiladi, texnikumlar ochiladi. Tumanimizdagi barcha tashkilotlar ishga tushadi. Shu mahallalarda Sariqtepa, mana shu Qiziltepada, mana shunday jinoyat sodir etilgan mahallalarda hamkorlikda, birgalikda xalq bilan uchrashuv, shu o'quv muassasalarida mana yuqori sinflar, hurmat prokuror arzimagan narsa qarang. Bir o'zim uchun, boshqalar uchun o'zining yaqin odamini shunday xonadon. Bu demak o'sha bolada huquqiy savod qanday. Mana shunday narsa tushuncha yo'qligining belgisi. Shu ishlarni birgalikda tashkil qilsak, ana shu bizlar ham deputatlardan o'sha hududning deputatlari, komissiya raisi sifatida birga borib, shaxsan o'zlaringiz bo'lishlaringiz shart emas. Vakillarimiz bo'lsa, birgalikda xalq bilan uchrashuvlar tashkil qilsak, masalani oldini olgan bo'lamiz degan. Juda xursand bo'ldim. Agar deputat hurmat etib boradigan bo'lsalar, shaxsan o'zim boraman, o'zim ishtirok etaman. Keyin hurmatli deputatlarimizdan bitta iltimosimiz, ham taklifimiz, mana hozir Baxtiyor Toshboyevich aytib o'tdilar. Men shaxsan o'zim mana Mehnatobod mahallasiga borib, dalada taqvimgir edim. Men o'zim shaxsan borib, 2 bosh ho'kiz, 3 bosh otlarimni yetaklab uyga borib berganman. Sabab nima? Yana kimdir kelib buni ko'tarib kelsa, biz o'zimiz yana qidirish kerak. Topishga juda qiynalamiz. Shuning uchun iltimosim ham taklifim o'sha birgalikda viktimologik profilaktikani amalga oshirsak juda yaxshi bo'lardi. Mana hurmatli raislik qiluvchi o'zingiz xabaringiz bor. Nima, Yurtim Jamoli mahallasidan Samarqand viloyatdan kelib voyaga yetmagan bola do'konini o'g'irlab ketganini o'zingiz boshlab turibsiz. Uni topish juda azob. Borib olib kelib bo'yniga qo'yish qaysi ma'nodaki fakt bilan haqiqatan qilganini, qanday kirganini, qanday ishni buzganini onasi ishtirokida bizga aytib bergan. Shunaqa holatlar oldi olingan bo'lardi agar birgalikda hamkorlik ish tashkil qilsak. Katta rahmat sizlarga. Rahmat. Mana hozir juda yaxshi taklif bildirildi. Bu doimiy ishimiz o'zimizda. Jinoyatchilikni oldini olish, unga qarshi kurashishda hamma faol ishtirok etish kerak. Ayniqsa deputatlar ana shu joylardagi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari, shuningdek mana ta'lim muassasalari. Hozir mana juda ko'p yoshlarimiz bekor ko'chalarda yuradi, boshqalar xalq bilan ko'proq uchrashib, ochiq muloqot o'tkazib yoki sayyor qabullarni o'tkazib, birgalikda hamkorlikda menimcha ishlasak, yana ham katta yutuqlarga erishamiz. Yana savollar bormi? Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha kimlar qanday taklif va o'zgartirishlar bor? Bo'lmasa, qaror loyihasini qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 4-chi, 5-chi va 6-chi masalalar tuman mahalliy byudjetining 2026-yil boshida aniqlangan erkin qoldiq mablag'larini yo'naltirish to'g'risida hamda 2026-yil 2-chorak yakunida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida hamda iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish hamda xususiylashtirish jarayonlari yuzasidan tumanda 2026-yil 1-iyul holatiga amalga oshirish ishlar va yil yakuniga qadar
vazifalar to'g'risida kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Xolniyozov Sadulla Mamatqulovichga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Kun tartibidagi menga qo'yilgan birinchi masala bo'yicha erkin xalq ma'lumotlarini yo'naltirish bo'yicha jami 778 million 619 ming so'm yo'naltirish taklifini kiritganmiz. Bu bo'yicha birinchi navbatda tuman obodonlashtirish boshqarmasi orqali Oriyat mahallasi ko'chalarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun ko'chatlar ekish uchun ko'cha ishkomlari va boyishlar qurish ishlarini amalga oshirish xarajatlari uchun. Ya'ni xabarlar bor, Oriyat mahallasida 4 ta ko'chada uzun boyishlar ishkomlari qilingan. Bunda 115 million bo'lgan. Bundan tashqari tumanning Shaffof mahallasida ko'p qavatli uylar orasida ko'chalarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uzun ko'chatlar ekish uchun ko'cha ishkomlari va ishlar qurish. Bunga Shaffofda ko'p domlarga oldida bitta ko'chani uzun boyish qilishni rejalashtirilgan. Bunga 60 million so'm oldi. Bundan tashqari Fidokor mahallasi hududida hovuz qurish, ushbu hovuzdan 163 avtomobil yo'l yoqasidagi bo'sh yer maydonlarini ekologik holatini yaxshilash, atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida yashil hududlarni tashkil etish va sug'orish bilan bog'liq xarajatlar uchun 65 million so'm. Tuman hokimligining ma'muriy binosiga quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq xarajatlar uchun 60 million so'm. Muzrabot tuman Fidokor mahalla fuqarolar yig'inida o'tuvchi 163 yoqasidagi zamonaviy devor to'siqlar o'rnatish bilan bog'liq 161 million ko'rganmisizlar Yevrozavod qurish bilan bog'liq xarajatlar uchun. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmon ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat turizm boshqarmasining maxsus jamg'armasiga 67 million so'm yo'naltirish ko'zda. Tuman hokimligining kompyuterlashtirish markazi, ya'ni internet xizmatidan foydalanish uchun 50 million so'm. Bundan tashqari tuman obodonlashtirish boshqarmasining balansida bo'lgan Mavlonoda, Erjahongir ota, Xo'ja Anfa, Qodir Hoji, Xudoybek bobo qabristonlari atroflarini o'ralmay qolgan qismini temir panjaralar bilan o'rnatish bilan bog'liq xarajatlar uchun, ya'ni 1907 metr o'lchamdagi Yevrositka xaridi uchun 200 million so'm yo'naltirish ko'zda tutilgan. Hurmatli deputatlar, mendagi birinchi masala bo'yicha jami 778 million 619 ming so'm xuddi shunday. Savollar bormi? Birinchi masala bo'yicha. Yana bu o'zimiz doimiy komissiyadan ko'rib chiqilgan. Shunday. Savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsa, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. O'zgartirish va qo'shimchalar yo'qmi? Bo'lmasa qo'l ko'tarib pastda berishini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Open budjet, ya'ni tashabbus budjet bo'yicha birinchi mavsum yakunlari bo'yicha tumanda 10 ta loyihada 11 milliard 871,9 million so'mlik loyihalar bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan axborotim. Muzrabot tuman Dehqonobod mahallasining Xumo Qaldirboch, Anorzor va Boychicha ko'chalarining asl beton qoplamasini yopitishlari uchun 1 milliard 495 million so'm mablag' ajratildi. Buyurtmachi mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi DOK hisoblanadi, ya'ni Oks Chorminor savdo MChJ g'olib bo'lib qurilishlarni boshlash arafasida turibdi. Bundan tashqari tumanning 28-maktab hududida bo'sh joyga o'quvchilar uchun sun'iy qoplamali mini futbol maydoni qurish uchun 750 million so'm oladi. Buni ham tenderda Muqtadir Building MChJ g'olib bo'lib qurishlar boshlanmoqda. Muzrabot tuman 54-maktabda faollar zali qurish uchun 1 milliard 648 million so'm ajratilgan. Buyurtmachisi yagona buyurtmachi DOK hisoblanadi. Tenderda tanlashgan Invest MChJ g'olib bo'lgan. Qurishlar boshlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi qarashli shoshilinch tez yordam qabul bo'limining kapital ta'mirlash uchun 1 milliard 648 million so'm
mablag' ajratilgan buyurtmasi yagona buyurtmachi xizmati dok hisoblanadi. Boysun Sabina Fayz emchi g'olib bo'lib, qurilish ishlari boshlangan. Tumandagi 40-maktabda o'quvchi va o'qituvchilar uchun hojatxona, maktab atrofida 700 metr uzunlikda